Bolalarga katta sonlarni hisoblashni atigi 1 daqiqada o'rgatish mumkin. Misol uchun 4832 ni 2 ga bo'lishni. Buning uchun to'g'rini 4 ta 1 deb yozib olishimiz mumkin va 4 ni 2 ga bo'lishimiz uchun mana birlarni ikkitaliklarga ajratib olamiz. Bu yerda 1 2, ya'ni 2 ta bo'ldi. 8 ni 8 ta 1 ga ajratib olishimiz kerak bo'ladi. Va har 8 ni 2 ga bo'lishimiz uchun har bittasini ikkitaliklarga ajratib olishimiz kerak bo'ladi. Va natijada 1 2 3 4 va natijada 4 ni yozib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Xuddi shunday 3 ni 2 ga bo'lishimiz uchun buni 3 ta 1 ga ajratib olishimiz kerak bo'ladi va 3 ni 2 ga bo'lganimizda bizga bitta ikkitalik bo'lar ekan. Bitta ikkitalik bo'lgani uchun bu yerga 1 ni yozib turishimiz kerak bo'ladi. Ortda qolgan 1 ni bu yerga yozib turamiz va natijada 12 hosil bo'ldi. Endi 12 ni 12 ta 1 deb yozib olamiz. Va endi 12 ni 2 ga bo'lishimiz uchun har bittasini ikkitaliklarga ajratib chiqishimiz kerak bo'ladi. Shunda bizda hisoblasak 1 2 3 4 5 6 va 6 hosil bo'ladi. 4832 ni 2 ga bo'lganimizda 2416 bo'ldi. Videoni saqlab qo'ying va ota-onalarga yuborib qo'ying.